21-may kuni Free Fire'ga yangilanish keladi. Siz ungacha videomizga like bosib qo'ying. Men hozir hammasini tushuntirib o'taman. Birinchi o'zgarish bizda mana shunday loot box va bu joyda ikkilik sumka, ikkilik planshet va ikkilik kaska, короче, bizga kerakli narsalar bor va biz bundan prostak foydalanishimiz mumkin. Va bizda ikkinchi o'zgarish bu kaska va bu kaska to'g'risi bu yangilanishi uchun nima desam ekan, yangi qo'shilgan narsa bu. Xullas bu nabor sifatida ko'rsak ham bo'ladi, lekin nabor desak nabor emas, lekin prostak kaska uchun yangi skin. Va bizda uchinchi o'zgarishimiz granata. Granata o'zimizni qipamizda endi ancha kam edi. Oldinlari ko'p edi va hozir ketadir. Emas 30 uron. Unda buning uchun ham Garinaga katta rahmat va menga qachonlarga achka berardir Garina. Nima deysiz Garina, menga berasizmi yo'qmi? Shuni to'g'risini aytinglar-da. Sen kimsan? Bu kim bu? Sen kim bu kim? Yok bu kim? Sen kim? Men kim? Sen kim biri? Va bizga keyingi o'zgarish to'g'risi nima degan o'zgarish desa o'zgarish emas. Nastroyka bo'limida biroz bizga yordam keladi. Endi nastroykani tuzish biroz qiyin bo'ladi va buning uchun ham Garina ancha yaxshi shug'ullanyapti va Garinaga buning uchun ham alohida rahmat yoki paxta.